U yerda kimdir bormi? Bilmadim. Balkim kimdir jarohat olgandir. Bo'lishi mumkin. Borib ko'rishga arziydi deb o'ylaysanmi? Balkim men shu yerda qolganim ma'qul. Seni ustidan turaman. Mayli. Rahmat. Bu tulki. U tuzoqqa tushib qolibdi. Bechora. Faqat ehtiyot bo'l. Men qo'rqmayapman. Men qo'rqmayapman. Men qo'rqmayapman. Agarda mana shu qo'qon bo'lmaganida men seni shu zahoti o'ldirardim. Agarda shu holatda davom etsang, sen o'lasan. Sen qanday ajoyibsan. Bu eng katta erkinchiliklarimizdan biri. U bo'layotgan har bir narsani kuzatib turardi. Rahmat. Rahmat. O, tulki qaytdi. Balkim u biz bilan ketmoqchidir. Buni juda ham xohlardim. Agar u ham adashib qolgan bo'lsa-chi? Biz hammamiz ba'zida o'zimizni yo'qotgandek his qilamiz. Menda ham xuddi shunday bo'lgan. Tulki biz bilan umuman gaplashmayapti. Ha. Lekin shunga qaramay u biz bilan. Rostini aytsam, men o'ylashimcha boshqalarga mening fikrlarimni tinglash umuman qiziqmas deb o'ylardim. To'g'risini aytsam, bu har doim qiziq bo'lgan. Film tugadi. Dublyajda aktyorlardan Asadbek Zarifboyev, Og'abek Ro'zimboyev, Diyorbek Qalandarov, Sardorbek Nurimov va Mehrob Otaxonovlar bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.